Yapon raqamli universitetidan 1 million so'm yutish uchun Judo 703 promokodni kiriting. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 16-iyun 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 1 so'm 98 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 11.979 so'm 83 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.197.983 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.1% ga tushdi. Yevro 25 so'm 26 tiyinga oshdi. 1 yevro 13.904 so'm 99 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.390.499 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0.2% ga tushdi. Rossiya rubli 14 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 164 so'm 99 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 164.990 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 0.8% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 5 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 72 Rossiya rubli 61 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7260 Rossiya rubli 94 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 0.9% ga tushdi.